Bu kecha, ya'ni Qadr kechasida 4 ta amalni qilmasdan uxlamagin. Nima amallar ya Allohning rasuli? Hammamizga tegishli shu narsa. Birinchisi Qur'oni Karimni bir marta xatm qil. Ikkinchisi barcha payg'ambarlarga qiyomat kuni o'zingga shafoatchi qil. Uchinchisi barcha musulmonlarning roziligini topgin. To'rtinchisi haj va umra qilgin. Shularni aytganlardan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xufton namozini o'qishga kirishdilar. Namoz tugaguncha kutdim. Rasululloh salom berganlardan keyin so'radim: "Ey Allohning rasuli, otam, onam sizga fido bo'lsin. Menga shu 4 ta amalni bajarmay uxlamasligimni aytdingiz. Lekin shuncha amallarni bir kechada qila olmayman. Bularni yo'lini ko'rsating." Shunda Rasululloh tabassum bilan menga javob berdilar: "Ey Oysha, aytgan amallarim sendan hech qanday kuch talab qilmaydi. Chorasi quyidagicha. Birinchisi 3 marotaba Ixlos surasini o'qisang, ya'ni Qul huvallohu ahadni o'qisang, Qur'onni xatm qilganchalik bo'lasan" dedilar. Ikkinchisi menga va boshqa payg'ambarlarga salovat aytsang, bizlar senga qiyomatda shafoatchi bo'lamiz. Uchinchisi mo'min birodarlaring uchun Allohdan af tilasang, ularni hammasini rozi qilgan bo'lasan. Namozda aytadigan salovat Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammadni yetishlik, jami o'tganlarimiz, atrofimizda yurganlarimizni gunohini Xudodan so'rab, mag'firatini so'raydigan bo'lsak, barcha odamlarning roziligini topgan bo'lar ekanmiz. Undan keyin subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahil aliyul azimni aytgan odam haj va umra qilganning savobiga ega bo'ladi dedilar. Mana shu Qadr kechasida. Endi Qadr kechasi o'qiladigan duo. Oysha onamiz roziyallohu anha: "Ey Rasululloh, Qadr kechasi Ramazonni oyini qaysi kuni ekanligini bilsam, qanday duo qilishim kerak?" dedilar. Shunda Rasululloh shu duoni aytdilarki: "Allohumma innaka afuvun karim, tuhibbul affa, fa'fu anni." Allohim, albatta sen afu etguvchisan, kechirguvchisan. Meni ham gunohlarimni o'zing afu etgin degan duoni o'qigin dedilar. Ya'ni Alloh, sen o'zing kechirguvchisan, afu etguvchisan. Meni ham, atrofimdagi odamlarni ham gunohlarini o'zing kechirgin deb duo qilishlik Qadr kechasidagi eng afzal duolardan bittasi ekan. Endi Qadr kechasi o'qiladigan namoz bor, 4 rakatli namoz. Bu namoz qanaqa qilib o'qiladi? Qadr kechasi 4 rakat namoz o'qiladi. Birinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Qadr surasi, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ikkinchi rakatda Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. 3-chi, 4-chi rakatlar ham xuddi shu tarzda. 3-chi rakatda ham sura Fotihadan keyin 3 marotaba Inna anzalna Qadr surasi, 4-chi rakatda ham Fotiha surasidan keyin 3 marotaba Ixlos surasi o'qiladi. Namozdan so'ng bir marta takbir tashriq, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shularni aytganimizdan keyin va 100 marotaba Qadr surasini o'qishlik. 100 marotaba Qadr surasi o'qilgandan keyin hali aytganimizdan keyin 100 marotaba Alam nashrah surasi, Alam nashrah laka sadrak va wada'na anka bidrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab va ila robbika farg'ab. Mana shu narsa duolar o'qiladi va o'qiladigan 100 marta Qadr duosi bor. Allohumma innaka afuvun karim, tuhibbul affa fa'fu anni. Ya'ni Alloh o'zing kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni ham gunohlarimni o'zing kechirgin degan mazmunda mana bu duolar o'qilishi kerak ekan. Qadr kechasi qiladigan ibodatlarimiz mana shulardan iborat. Ya'ni Hazrati Oysha onamizga janob payg'ambarimiz buyurgan ekanlarki, Qur'onni xatm qilishlik. 3 marotaba sura Ixlosni o'qigan banda Qadr kechasida Qur'onni xatm qilganning savobiga ega bo'lar ekan. Haj va umra
ya'ni muhtaram birodarlar, o'sha salovatlar aytilsa, odamlarga mag'firat talab qilib, gunohini Xudodan so'rasak rozi qilganligimiz, payg'ambarlarga salovat etsak, ularni qiyomatda o'zimizga shafoatchi bo'lishiga sabab bo'lishligimiz va duoda Parvardigor o'zing kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Bizdek gunohkor, ma'siyatga botgan bandalaringni xatosini o'zing kechirgin deb duo qilib, Allohga iltijo qilgan banda borki, uni ibodatlari Allohning dargohida qabul bo'lar ekan. Mana shular Alloh qodir qilguncha, o'zi bildirguncha, Qadr kechasida qiladigan ibodatlarimizni